Kitob buyurtma berish uchun o'zimga kerakli bo'lgan kitoblarni tanladim, ism, familiya va telefon raqamini kiritdim. Endi kitobni o'sha joyidan olib ketmoqchiman. Ya'ni joyidan olib ketish deyilganda Toshkent shahar Chilonzor tumanida Singapur universitetiga yaqinida joylashgan 185-pochta bo'limidan borib kitoblarni o'zingiz olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bunday holatda sizlar kitobni yetkazib berish uchun hech qanday to'lov talab qilinmaydi. Bu yerda demak ushbu pochta bo'limining siz manzilini quyidagi ilovalardan, ya'ni 2GIS, Yandex va Google ilovalarining biridan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, telefonimda Yandex ilovasi bor. Shunchaki Yandex ilovasini bosaman va menda ushbu pochtani manzili kelib chiqadi. Ya'ni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin 185-pochta binosi. Va mana shu 185-pochtaga bosib, marshrut tugmasini bosaman va men turgan joydan aynan ushbu pochtagacha bo'lgan manzil kelib chiqadi. Yoki bo'lmasa ikkinchi holat bor. Masalan, Google karta ishlatadigan bo'lsangiz, Google ilovasiga bosasiz va marshrut tugmasini bosadigan bo'lsangiz, bu yerda aynan turgan joyingizdan o'sha pochtagacha bo'lgan manzilni ko'rsatadi. Yoki 2GIS ilovasidan ham xuddi shunday tartibda ko'rib olishingiz mumkin. Ana endi to'lovni amalga oshirayotganda sizda telefoningizda PayMe ilovasi bo'lsa, PayMe ilovasidan foydalanib to'lov qilishingiz mumkin. Ya'ni PayMe'ni belgilaysiz va to'lash tugmasini bosadigan bo'lsangiz, avtomatik ravishda PayMe ilovasi ochiladi va to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda PayMe emas, Click orqali to'lov qilmoqchi bo'lsangiz ham, Click ilovasini belgilab, to'lash tugmasini bosasiz va shunda Click ilovasi sizda avtomatik ochilib, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Clickning rasmiy sayti ochiladi va biz bu yerga o'zimizning telefon raqamimizni kiritamiz, ya'ni kartamiz ulangan telefon raqamini, chunki SMS kod keladi, shuni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Aynan kartamizdan pul yechilishiga. Endi keyin karta raqamlarimizni bu yerga kiritamiz. Amal qilish muddatini ham kiritishingiz kerak bo'ladi. Barcha ma'lumotlar to'liq kiritilgandan keyin, ya'ni karta raqamingiz va kartangizning amal qilish muddati to'liq kiritilgandan keyin tasdiqlash, ya'ni продолжить davom etish tugmasini bosamiz. Va telefon raqamimga endi SMS keladi. Ya'ni kartamdan pul yechilishi to'g'risida. Va telefon raqamimga kelgan SMS orqali men tasdiqlayman ushbu to'lovni va tasdiqlash tugmasini bosaman. Va biroz kutib turaman. Bo'ldi. Ushbu buyurtmam tasdiqlandi, kartamdan kerakli miqdordagi pul yechib olindi. Endi qaytib Telegramga o'taman va to'lov sahifasidan ochiladi deyapti. Ya'ni buyurtma tasdiqlangan bo'lsa, to'lovingiz to'liq muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa, profilim bo'limiga o'taman va profilim bo'limiga o'tganda buyurtmalar bor.